Hammaga salom, sizlar bilan Bekler. Bugungi videoda survival dunyoyimdaman. Sirli bloklarni olishga harakat qilaman. Buning uchun biz o'zimizga bitta muzey qurib olamiz va mani shunaqa muzeyim tayyor bo'ldi. Endi bo'lsa o'sha sizlarga qanday qilib shunaqa bloklarni yig'ishni ko'rsataman. Lekin avvalgacha uzoqroq borish kerak. Chunki meni qurgan narsalarim yo'qolib ketishi mumkin. Yetarlicha uzoqdaman. Endi bo'lsa bu 0.14.3 versiyani 0.17 versiyaga o'tkazamiz. Shu versiyani tezda o'rnatib tashlaymiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi bo'lsa serverga kirib olamiz. Bu yerda qorlar paydo bo'lib qolibdi. Hech qisi yo'q. Endi bo'lsa tepaga qarab toki bulutlardan yuqoriga ketmagunimcha blok qo'yaveraman. Tayyor. Endi bo'lsa mana qilib bloklarni qo'yib chiqamiz. Endi bu versiyani yana 0.14.3 versiyaga o'tkazamiz. Va tayyor. Ko'rib turganingizdek ustidagi narsa yo'qoldi. Endi bo'lsa yana buni 1.17 versiyaga o'tkazamiz. Va mana ko'rib turganingizdek tepamda orol paydo bo'ldi. Shu orolda ustida aniq bironta sirli blok bo'lishi kerak. Va mana o'sha orolda ichida bo'ladigan narsalar va bu tarafida ham bor. Hattoki ko'rishingiz mumkin. Ba'zi birlar sirli bloklar, ba'zilar bo'lsa shunchaki xato turib qolgan. Endi bu blokni sindirib ko'ramiz. Mana tushdi. Ismini ko'raylikchi. Tile 224 name. Bularni hozircha sandiqqa solib qo'yamiz va mana ko'rganda yana bitta orol paydo bo'lgan. Shu yerdan ham bitta bloklarni topamiz. Mana o'sha sirli bloklar pasti umuman yo'q ekan va mana shunaqa qilib ko'rib chiqamiz. Mana hattoki mana bularni ham topdim. Nether portalniki bular. Ko'raylikchi, yana bironta sirlilar chiqib qolayotganmi, olib ketsa bo'ladigan. Yana chiqdi va tugadi shu bilan. Ko'raylikchi, sindira olar ekanmanmi? Yo'q, bu sinmas ekan. Endi bu blokni kolleksiyaga qo'shish vaqti keldi. Ko'raychi, bu blok o'zim bilan qolayotganmi? Ko'rganingizdek versiyani eski qildim. Lekin men bilan qolmabdi shu blok. Demak, yana boshqa olib kelish kerak. Bu versiyada o'sha blokni olishda imkoni yo'q ekan. Va yana o'sha serverga qaytadan kiramiz. Shunda bizga shu blok chiqishi kerak. Mana bu yerda hattoki yarimtalik yotoq ham bor ekan. Va men yana bitta blok topib oldim. Tile furnace name. Buni sindirib bo'ladi deb o'ylamagandim. Buni ham sindirib ko'raylikchi. Va bu oddiy dropper, bu bo'lsa mana shu yana bitta sirli blok ekan. Va hattoki buni qo'ysa ham bo'lar ekan. Bu hozir chekiz ishlaydimi? Yonilg'i solmasam ham. Agarda bu versiyani yana eski qilsam, mana bularni ham yo'qotish ehtimolim bor. Shuning uchun men shu yerda o'zida muzeyimga qaytadan borib, o'shalarni sotib kelaman. Va mana kelib oldim uyimga ham. Endi bo'lsa mana bu bloklar menda ekan. Bularni muzeyga endi qo'yib chiqamiz. Muzey o'chib ketmagan deb o'ylayman. Va muzey turibdi. Boshlanishiga mana bu blok va mana shu mana tile furnace name. Buni bergan qo'yib qo'yamiz, o'zi ortib qoladi joy. Va choice flower dropper bu kami bilmasa kerak deb o'ylayman. Buni ikki bo'lmagan ham. Demak, yana keyingi kamyo bloklarni olamiz.
va mana buni chetidan qarasanglar xuddi yonib turgan pechkaga o'xshaydi. Va mana bu yerdagi ko'rinishi, buni hozir qo'ysam cheksiz yonadigan pechkaga o'xshasa kerak. Va adashmabman, xuddi shunday cheksiz yonadigan pechkaga o'xshab qoldi. Shunday qilib bugungi videomiz ham tugadi. Agar bugungi video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Va shunda men shunaqa ma'lumotlar berishdan to'xtamayman. Va bizani va shu kanalda obunachilari yozda oxirgacha 500 ta bo'lishi kerak. Shuning uchun tezroq obuna tugmalarini bosib tashlanglar. Chunki men monetda sizlar uchun harakat qilyapman. Shunday qilib video tugadi.